Bu videoni siydik kasalligi bilan aziyat chekadigan hamda anamnezida operatsiyalar o'tkazgan yoki buyragida tosh va tuzlar aniqlangan yaqinlarga, bemorlarga maksimal yuborib qo'yishni tavsiya qilaman. Bilasiz, ko'pchilik insonlar yurtimizda siydik kasalligidan aziyat chekadi. Lekin bu kasallikni bilan qayta kasallanadi. Buni oldini olishning eng optimal yo'llaridan biri bu siydik muhitini nazorat qilish. Va siydik muhitini nazorat qiluvchi asosiy dorilardan biri bu Blemariin va Litamarin preparati. Hozir men sizlarga mana shu preparatni qanday qilib to'g'ri qabul qilish to'g'risida ma'lumot beraman. Buning uchun sizga mana shu Litamarin yoki Blemariin preparatini to'liq ichidagi narsalar bilan kerak bo'ladi. Ichida maxsus mana shunaqa lakmus qog'oz chiqadi. Lakmus qog'ozda mana bu yerda ahamiyat qilsangiz siydik muhiti ko'rsatilgan 5.4 dan 7.4 gacha bo'lgan holat. Siz haftada 2 marta yoki bir haftada 1 marta siydik muhitingizni o'lchab turishingiz kerak. Chunki siz har xil ovqatlar iste'mol qilishingiz mumkin. Buning uchun mana shu lakmus qog'ozni olib peshobga 5 yoki 10 sekund botirib turasiz. 5-10 sekund botirgandan keyin mana shu yerdagi maxsus lakmus qog'ozining rangi o'zgaradi. O'zgargan lakmus qog'oz rangini bu yerdagi tablitsa bilan solishtirib ko'rasiz. Mana bu yerda hozir 5 turga to'g'ri kelyapti. Bu peshob emas, oddiy sharbat, lekin haqiqiy peshobda buni rangi o'zgaradi va shu orqali siz demak siydik yo'llarda toshlar hosil bo'lishiga sharoit tug'ilyaptimi yo yo'qmi, shu haqida bilib olishingiz mumkin. Mana shunday oddiy lakmus qog'oz yordamida va shu ranglar orqali siz buyragingiz salomatligi haqidagi muhim ma'lumotni bilib olasiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.